Nihoyat remont ishlari tugadi. Biz bu yerda avtorskiy nadzor ishlarini olib boryapmiz. Muhammad Rizo, sen buni eski o'zini holini ko'r, nimalarni qanaqa qilib ketganini hammasini o'shani aytib ketding, nima bo'ldi, hozir nima qilding? Bu obyektga kelganimizda remont ishlari 100% bitgan edi. Biz kelishimiz bilan hamma yon upakovka qildik, laminatligi, eshikligi, konditsionergacha o'qib qo'yishgan edi. Sizlar kelganingizda уже hamma narsa tayyor, eshiklar, laminat hamma narsa qo'yilgan edi. Ularga zarar qilmas upakovka qildik. Ikkinchi ishimiz hamma yoq treshina bo'lib yotibdi, patalo, devorlar treshina bo'lgan joyiga stekli setga urib, shpiglovka tortdik, ketidan yana stekli qo'l surdik, yana shpiglovka tortib, shturka qilib, professionalniy apparat Aspro 2700 da 512 saplon qo'yib setdik va holisi cho'tki mayin chiqdi. Oldingi ustalar stekli setga urishmagan, stekli qo'l surishmagan, o'shaning sababi ham mikrotreshinalar rosa ko'paydi. Hamma Xitoy apparat ishlab qo'yishgan. Bu hammasi endi ustaga ham bog'liq, Seyfotga, apparatiga ham bog'liq ekan. Apparatga ham ustaga ham bog'liq. Ishinglar yaxshi, menga yoqdi. Hamma joy idealniy, zo'r.